O'zingizning nomingizga Rasrochka 2 yilga nima deyapti? Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Haval Julio modelimizni tashqi obzorini ko'rib chiqamiz. Avtomobilimizning motorida esa 143 ta ot kuchi yotibdi. Motor 1.5 turbina, Germaniya, Yaponiya bilan совместный motorimiz. Avtomobilimizning mono qoshlari va LED faralari o'ziga xos bo'lgan bejirim faralar. Avtomobilimizning o'ziga xos bo'lgan DRSK reshotkalar bilan jihozlangan. Salon qismiga kelsak, 19 dyumli Chaoyang yumshoq diska balonlar. O'ziga xos bo'lgan sportivli orqa spoilerlar bilan jihozlangan avtomobilimiz. Bu avtomobilni qaysi modelga o'xshatishingiz mumkin? Men aynan o'xshataman. Avtomobilimiz sizning xavfsizligingiz uchun naqd 12 ta Partronik bilan jihozlangan. Ana endi Haval Julio modelimizni avtoparkovkasi bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun avtomobilimizni D ga uramiz va 360 kamerani yoqamiz. 360 kamera yongandan keyin avtoparkovka rejimini yoqamiz. Avtoparkovka rejimini yoqqanimizdan keyin parkovka rejimini tanlaymiz. Ya'ni orqa bilan parkovka qilishimiz kerak bo'ladi. Va joy qidirilmoqda va torimizni qo'yib yubordik. Avtomobil harakatlanishni boshladi. Va torimizni bosing dedi. Ko'rinishda bosamiz. Xo'p. Orqa bilan kirish tanladik va parkovka rejimimizni knopkasini 2 soniya ezib turamiz. Va bosildi. Rulni, torimizni qo'yib yubordik. Avtomobil o'zini-o'zi parkovka qilmoqda hozir. Orqada odam borligi uchun yurmadi. Parkovkamizga avtomobilimiz joylashdi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Va albatta bu avtomobillarimiz uchun batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bizning manzilimiz Andijon 80 metrlik ko'chada joylashgan. Bemalol kelib test drive qilib ko'rishingiz mumkin va keyingi videomizda Haval Julio modelimizni ichki obzori bilan tanishib chiqamiz.